Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan birgalikda bizda metan qo'ysam garantiyadan chiqmaydigan avtomobillarimizdan birisi bo'lgan Arizo 6 Life avtomobilimiz haqida gaplashib o'tamiz. Endi, nechun metan qo'ysam garantiyadan chiqmaydi deb tursa, bilaman, avtomobilimiz 1,5 atmosferli motor bo'ladi. Atmosferli. Bunga zavod tarafdan 5 yil 150 ming kilometr rasmiy kafolat beriladi. Shu taraflama agar bizlar aytadigan yerda metan qo'yadigan bo'lsangizlar ham hech qanday garantiyadan chiqmaydi. Motor, korobka, elektronikangiz 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi saqlanadi. Avtomobilni aytib o'tganimdek, 1,5 atmosferli motor bo'ladi, 113 ot kuchidan iborat. Avtomobilimiz полный beskluchoy dostupi mavjud. Aldini ko'rib tursa, faralar ham orqa pozitsiyalarinikidan bir xil bo'ladi, prosta sariq galogenlar bilan yonadi. Bam endi shoferlarga bir qulaylikdanmi, oldingizdan qarshingizdan yotirgan mashinalarni ko'zini qamashtirib bermaydi. Ya'ni oppoq led bo'lmaydi-danmi, sariq galogenda yonadi. Endi avtomobilimiz 16 razmerdagi chuqur diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Buni bilasiz, sinib boshqa bo'lib ketmaydi bu zavodskoy diskalari, yumshoq bo'lganlar. Keyin ichki qismini ko'rib o'tamiz. Ichki qismi ham to'liq koja bilan qoplangan bo'ladi. Bundan tashqari avtomobilimizning oldingi ikki o'rindiqida obogrev sistemasi ham mavjud. Qish kunlarida bemalol haydovchi va yonidagi yo'lovchini sideniyani qizdirib ketsalar bo'ladi. Avtomobilimizning saloni keng. Orqa taraflarini ham e'tibor berishingiz mumkin. 3 kishi bemalol joylashib ketsa bo'ladi. Bundan tashqari yana katta borimiz mavjud. Borning orqa sistemasida deflektorlarimiz joylashgan. Ya'ni konditsionerni qo'shib ketganda kuru oldindan emas, orqadan ham urib beradi. Orqadagi yo'lovchilar ham hazat ketaradilar. Endi avtomobilimiz 50 litr benzin yoq bakına ega. Rasxodini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shahar joyini o'rtacha 8 litr atrofida, trassa rejimida esa 4-4,5 litr atrofida 100 km benzin rasxod etadi. Bundan tashqari kattagina 482 litr ob'emga ega bo'lgan yukxonamiz, o'zini zapas balonlari, keyin domkrat kulishlari bo'ladi komplektida. Metan qo'ygan taqdiringizda, masalan, sho'ra qo'yganingizda 90 lik 100 lik balon kattagina joy sizga ochiq qoladi. Bundan tashqari ustki qismimiz to'liq otsinkolniy bo'ladi, zanglamaydi, churmaydi materiali. Keyin orqa farlari to'liq led bilan jihozlangan bo'ladi, uzviy bog'lanib yonadi. Orqa kameramiz va orqasida sensorli parktronik datchiklarimiz ham mavjud bo'ladi. Eng e'tiborli jihatlaridan birisi zavodskoy poroklar bilan jihozlangan avtomobilimiz. BAM avtomobilni bir sportivniy derskiy vid berib turadi. Yana beskluchoy dostupimizning knopkasi e'tibor berishingiz mumkin. Bundan tashqari avtomobilimizda oddiy kalt bo'lmaydi, pult bilan jihozlangan bo'ladi. Siz pultda uyda o'tirib turib, masalan, yozgi kuni yoqib qo'ysangiz, avtomatik konditsioner ishlaydi. Qishki kuni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, avtomatik pechkalar ishlab turib, siz chiqinchangizda уже avtomobilni tayyorlab turadi. Buna yangi borib turib bozordan yoki boshqa yerdan lishni pult bilan olib pul chiqarib berish shart emas. Avtomobilimizda elektrousiliительный multifunksiyonalniy rul bo'ladi, cruise control, multimedia upravleniyamiz, EcoSport rejimlarimiz, keyin elektronniy tablomiz, start stop knopkalarimiz, konditsioner upravleniya knopkalarimiz, monitorimiz, avtomat korobka uzatma richaklari, keyin ruchnoy tormozlarimiz ham elektronniy bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Avto hold sistemamiz mavjud. Monitor upravleniya knopkalarimiz, bunda zvuk upravleniya knopkalarimiz mavjud bo'ladi. Avtomobilimiz bizda hozir наличиеda tayyor. İstesangizlar naqd, istesangizlar kredit, istesangizlar foizsiz bo'lib to'lash dasturi asosida xarid etsangizlar bo'ladi. Trading va test drive xizmatlaridan foydalanib, hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz.